Assalomu alaykum hammaga. Zafaroboddamiz, Prezident maktabida. 40 kilovatli obyektimiz, xudo xolasa mana 2 qator qilib ulab qo'yib berdik. Graduslarni cho'tki qilib to'g'irlaganmiz. 38 gradusda, O'zbekistonda 33 dan 41 gradusgacha mumkin. 180 ga qaratganmiz quyoshga to'g'irlab janubga. Xudo xolasa effektivnisi вообще zakonniy bo'ladi, kamchiliksiz bo'ldi, xudo xolasa. Bu on-grid tizimi bo'ladi, 40 kilovatli. Xudo xolasa stimullarini qoplab turadi, polniy. O'rtkani davlatga sotishaveradi 1000 so'mdan. Sifatli profillardan foydalanganmiz. Turga turli 2-1 stenali profillardan foydalandik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, gofralar bilan akkuratni qilib o'tkazganmiz. Gofra nima uchun kerak? Kabelni tashqi himoyasi uchun gofra обязательно kerak. Buni ko'p joyda qo'yishmaydi. Bunga qattiq e'tibor berishlarini so'rab qolardik, hurmatli mijozlar. Bir-biriga soya tushib qolmasligini inobatga olgan holda mana arasini 4,5 metr qilganmiz. Bu normasi 4,5 metr bo'ladi. Xudo xolasa umuman ikkinchi qator panellariga soyalanmaydi. Zakonniy bo'ldi hammasi. Inverter qismlariga kelsak, mana 20 kilovatdan ikkita TB inverterlardan qo'yib berganmiz. Yevropa standartiga javob beradigan yaxshi inverterlar. Quyosh panelimiz simlari spesialniy quyosh panel uchun chiqarilgan simlar. Bu hech qanaqa mis sim emas, yo mana bunaqa mis simlardan foydalanmaymiz biz. Quyosh panel uchun yonmaydigan yaxshi sifatli simlardan foydalanamiz. Asli tomonga keladigan bo'lsak, AVVga, turga 16 lik kabeldan foydalanganmiz. Ikkalasiga ham Wi-Fi lojeri bo'ladi. Bu telefonda ulab ko'rish uchun kerak bo'ladigan narsasi. Telefonda kuzatsangiz ham bo'ladi ikkalasini ham. Razmlanalar alohida e'tibor berasizlar. Bu kerakli narsa, bu qo'yilgan hammasi chotki bo'ldi. Xo'p, DC avtomatlarimiz mana yerda turibdi. DC shitimiz mana shunga akkuratni terib qo'yganmiz. Предохранительlarimiz, uziplar, DC avtomatlar. Buni ko'plar AC avtomat qo'yadi. Bu qisqa tutashuv vaqtida AC avtomatlar tashamaydi, hech qachon yonib ketish ehtimoli katta. Shuning uchun DC avtomatlardan foydalanishingizni so'rab qolardik. Hurmatli mijozlar. Предохранительlar обязательно kerak. Birinchi o'rinda kuydiradigan narsasi предохранитель bo'ladi. Qisqa tutashuv vaqti. Shularga ahamiyat berib qo'yinglar. Xo'p. Asli tomonga o'tadigan bo'lsak, mana turga 35 lik kabellar bilan olib kelganmiz. Mana shunaqa nakonechniklar bilan qo'yib, chiroyli qilib. Xo'p, bu AC avtomatlarimiz bo'ladi. Bu quyosh panellarini o'zi uchun mana 16 lik kabellar bilan olib chiqib ketganmiz. Xudo xolasa o'zi normasida hammasi chotki bo'ldi. Asosda shular hammasiga tashiydi. Mana xizmatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, yana nima deymiz? Ishni mutaxassisga topshirgan ma'qul. Qo'shni mahalladan svarchik olib kelib, yo bir boshqa elektrikni olib kelib qiladigan narsa emas. Bu sohani o'ziga yarasha yetarlicha malaka bo'lishi kerak, tajriba bo'lishi kerak. Bo'lmasa mana shuncha pulli rasxodlarga tushishlari mumkin. Hozir bundan oldingi videomizni bir ko'rsalaring, katta rasxodga tushishdi. Shuni oldini olgan maqsadda shunaqa videolar ishlashni boshladik mana biz ham. Xudo xolasa ishimizni yoritib boramiz. Biz bloger emasmiz, kamchilik xatolar uchun uzr so'raymiz. Rahmat kuzatganlaring uchun. Yoqqan bo'lsa bitta like, do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Окей, yeah. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес-Бензе. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел.